Endi ko'chadan qimmatga vafli sotib olish shart emas. Chunki uy sharoitida ham juda ajoyib, mazali qarsildoq vaflilar tayyorlasak bo'ladi. Oddiy masalliqlar, ozgina vaqt, natija esa bomba. Videoda ko'rsatilgan mahsulotlarni ketma-ketlikda olamiz. Tuxum oqini alohida ko'pirtirib, oxirida ikkalasini aralashtirib bitta massa qilib olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni qizib turgan vafliniga bir cho'michdan solib pishirib olamiz. Vafli pishguncha o'zingizga yoqqan shokoladni olib, vodinoy banyada eritib, ozgina salatoviy yog' aralashtirib olsanglar, shokoladimiz shu holatda bo'ladi. Pishib chiqqan issiqqina vafli ustidan shokoladlarni oqizib, qulupnaylar bilan bezatib, dasturxonga chiroyli qilib dekor qilib tortsak bo'ladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bundan-da zo'r retseptlarni olish xohlasanglar, men sahifamga albatta obuna bo'lib qo'yinglar.